Biz insofli tadbirkorlarga qo'shilgan qiymat solig'ini 7 kun ichida qaytarib berishni ko'p aytayapmiz. Biroq soliq rahbarlari tadbirkorlarning 487 milliard so'mlik 2,5 mingga yaqin murojaatlarini o'z vaqtida ko'rmagan. Qani natijadorlik? Uzoq o'ylab bir qarorga keldim. Bundan buyon sektorlar faoliyati bilan prokuror, ichki ishlar va soliq shug'ullanmaydi. Ularning o'rniga endi bosh vazir o'rinbosarlari Ramatov qurilish, obodonlashtirish, infratuzilma, kommunal xizmatlar va ekologiya, Qo'chqorov kambag'allik, aholi bandligi, tadbirkorlik va servis, Hajjayev investitsiya, eksport va sanoat, mahkama va xotin-qizlar oila masalalari bo'yicha o'zini resursi va tizimini ishlatsin. Quronboyev ham juda katta kuch va bosh vazir o'rinbosariga teng vakolat berilgan. Kambag'allik, ijtimoiy himoya, tadbirkorlik bo'yicha islohotlarimiz har bir insonga yetib borayotgan ish tashkil qildik. Endi ushbu uslubni tuman va mahallada jinoyatchilikni jilovlash, korrupsiyani oldini olish bo'yicha ham joriy qilamiz. Nima uchun buni aytayapman? Chunki jinoyatchilik jilovi mahkam bo'lgan xavfsiz joyga investor ko'proq mablag' kiritadi. Odamlarimizning ishonchi yanada ortib boradi.